bo'lsa-da, bir oy avval quloqlarida otoplastik amaliyotini o'tkazib berganmiz va bemorimizga bir umrlik shalpang quloqlikdan xalos bo'lishiga yordam berdik va natijani albatta mana sizlar bilan bo'lishamiz. Xo'p, mana sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Bemorimizda bir oy avval ikkala quloqlarida relyefni otoplastika qilib berganmiz. Do'rasini albatta qo'yib ketamiz. Juda ham ko'rishlaringiz mumkin. Bemorimiz boshqacha katta bolalarga o'xshab qolgan. Necha yoshda eding Asilbek? 14. 14 yoshda. Xo'p, mana sizlar quloqlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Sal yonboshtiramiz Asilbek. Relyeflarni ko'rishlaringiz mumkin. Tabiiy quloqdek turibdi yonbosh holatdan ko'rganlaringda ham. Mana bu taraflarida ham endi bu quloqni ko'rsatamiz. Mana bu yoqda ham ko'rishlaringiz mumkin. Quloqlari tabiiy bir xil formada chiqqan. Endi quloq orqasini. Juda ham ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, operatsiyadan keyin chandiq qanaqa bo'ladi? Mana ko'rib turibsizlar, bunday holatda ko'rganda chandiq, pandiq unaqa narsalar sezilmaydi. Xo'p, mana yaqinlashtiramiz. Xo'p, quloq orqasida bitta chizuv ko'rinishida. Unaqa chandiq, pandiq ko'zga ko'rinadigan holatda bo'lmaydi. Xo'p, Asilbek, menga qaraymiz. Xo'p, natija o'zingga yoqdimi Asilbek? Menga yoqdi. Nima deyishdi? Boshqacha bo'lib qolsan, katta bolalar chiroyli bo'lib qolsan deb aytishdi. Muhim o'zingga yoqdimi? Endi bemalol yuribsanmi? Ha, bemalol yurmasdan. Operatsiya qildirmoqchi bo'lganga tavsiyalar nima deysan? Qildinglar yaxshi, zo'r va ishonchli.